Muruntow koni namoyish etadi. Faoliyat hech qachon to'xtamaydi, chunki uning ortida fidokor insonlarning mehnati turadi. Boshqa ko'plab sohalardan farqli ravishda Muruntowda ish har qanday sharoitda davom etadi. Tabiatning jazirama issig'i, qahraton sovuq ham mehnatni to'xtata olmaydi. 60 yillik tajriba bizga har qanday ob-havoda qanday ishlashni o'rgatadi. Issiqda ham, sovuqda ham xavfsiz va samarali mehnat qilishning o'ziga xos qoidalari bor. Ammo eng katta kuch bu birdamlik, hamjihatlik, bir-birini tushunish va qadrlashdir. Muruntowning eng bebaho boyligi bu uning fidokor, mehnatkash xodimlaridir. Sizlarning har biringiz korxonamizning tayanchi va faxridirsiz. Sizlar doim rahbariyatning e'tibori va e'zozdasiz. Jazirama kunlarda xodimlarga muzqaymoq tarqatilgani shunchaki kichik sovg'a emas. Bu rahbariyatning xodimlarga bo'lgan g'amxo'rligi, hurmati va mehrining ifodasidir. Muruntow ishonch, shiddat va sabr timsoli. Birgalikda mehnat qilamiz, birgalikda yuksalamiz. Muruntov, mardlar maskani, mehnatdir qalbimiz, vatan armoni. Issiq ham, sovuq ham bizni yenga olmas. Konchining yuragi po'lat xur'oni. To'nqali o'tmasdan yo'lga tushamiz, sahroning bag'rida iz qoldiramiz. Quyosh ham ayoz ham sinar irodani, biz esa mehnatni sharaf deb bilamiz.